hovliga o'zinglar bitta baho beringlar. Mana buni qaranglar. Yo mashalloh, kirishimiz bilan mana shunaqa keng hovl qaranglar. Okalar, niyat qilganlar. Inshaalloh hammamizga mana shunaqa fayzli xonadonlar nasiba ro'za aylasa. Hozir men sizlarga bu uyimizning zal qismiga olib o'taman. Zal qismini qaranglar. Juda ham chiroyli, fayzli zal bo'lgan. Qaranglar. Yangi sizlarni kutyapti inshaalloh. Niyat qilib like bosib qo'yinglar. Mana devorda rasman bor. Kartinka ham hammasi qo'l mehnati. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga eng yoqqan tarafini aytayim, hozir ko'rsatmasligi. Mana zinalari yong'oq qilingan hammasi. Mana buni qaranglar. Uyga kirganda bitta odam diqqatini tortadigan rasm bo'lgan. Bu yerda ham ukalarimiz addush ishlashgan, shuning uchun bitta like bosib qo'yamiz. 3D effektdagi ega patsientliklarni ko'rasizlar-ku. Ancha-muncha mehnat qilishgan. Hozir ikkinchi etajdan ko'rinishini ko'rsatmasligi. Marhamat, ikkinchi etajdan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ko'rinyapti. Ikkinchi etajimizning o'zini kattaligini qaranglar. 100 kvadratdan oshiqroq joyda turibmiz. Bu degani 4 xonali uy degani. Mana shu ko'rayotgan joylar 4 xonali uy. Qaranglar. Holga shuncha mehr tiqib yuborilgan. Bu uyimizda 3 etaj, fasadlar, traversing toshdan qilingan, pastda spa zonalari bor. Eng asosiysi uyimizda namozxonasi ham bor. Qaranglar. Ko'zim mana aytolmadim. Ko'zim qarab turibman, to'ymayapti bu joyga borib. Kartinka prosta bomba addush ishlab qo'yishgan. Inshaalloh